Boshidan o'tkazgan tabib sifatida ming dardga davo deb bemalol ayta olaman. Men eng kichik farzandimga ziriri tashxisi qo'yilgan. Bu ziriri nutqdan orqada qolish. To'g'risini aytaman, biz juda ko'p vaqtimizni yaxshi bo'lmagan mutaxassislar bilan sarflab o'tkazib qo'ydik. Juda ko'p batlar ichirib qo'ydik. Misol uchun bir sutkada 17 tagacha 17 marotaba 17 xil batlar berishgacha bordik. Biz nimadan shifo bo'lsa, mana shuni bersang, shu senga shifo bo'ladi desa, hammasini qilib ko'rdik. Lekin to'g'risini aytaman, biz kutgan natija bo'lmadi-da o'sha paytda. Keyin bizga bir yaqin insonimiz maslahat berdi, shu biodanatum berib ko'ring. Mana shu inson organizmidagi taqsimlash bo'ladi-yu, me'yoriy taqsimlashni birinchi o'rinda o'sha me'yoriy taqsimlashni joyiga qo'yib beradi. Non yeganda qaysi vitamin nima ajralishi kerak bo'lsa, pomidor yeganda qaysidir vitamin ajralish kerak bo'lsa, dori ichganda qaysidir vitamin o'sha oddiy misol mana bosh og'riq dori ichamiz, boshimizni og'rig'ini qoldirish uchun. Mani qizimda shunaqa bo'ldiki, o'sha bosh og'riq dori ichsa ham boshini og'rig'i qolmaydi. Oddiy shunday hazm bo'ladi, oshqozon hazm qilib shu bilan chiqib ketadi. O'zini vazifasini bajarmaydi. Na yegan taomi, na ichgan dorisi. Biz buni berganimizdan keyingi o'zgarishlar o'sha berayotgan qo'shimcha yana dorilarimiz o'zini kuchini ko'rsata boshladi. Xudoga behisob shukr, bolamizda bugungi kunga kelib exolaliya paydo bo'ldi. Aytayotgan gapir deb turib, misol uchun dada, sizni yaxshi ko'raman. O'zini ismi, misol uchun isming nima? Mohinur deb ayt desak, Mohinur deydi. Deyarli juda ko'p so'zlarni gapirishni boshladi. Endi bizni xalqimizda bir maqol bor, tabib emas, boshidan o'tgan tabib deydi. Shu boshidan o'tkazgan tabib sifatida ming dardga davo deb bemalol ayta olaman. Ayniqsa shu autist bolalarda va autizm spektrlari tashxis qo'yilgan bolalarda, nafaqat bolalarda, yosh kattalarda ham menimcha juda yaxshi natija beradigan dori emas. Eng asosiysi, sizlar diqqat qaratishinglar kerak bo'lgan narsa, bu dori emas, antibiotik emas. Bu tabiiy preparat, biodanatum.